Assalomu alaykum obunachilar. Xorazm viloyati Bag'at dehqon bozor. Bugun sanaga yatiran bo'lsak, 14-yanvar 2026-yil haftaning 3-kuni. Assalomu alaykum. 12. Yine bir ne zaman 12 siz? Cevabı. Yine bir verin 10 bin somluk hadi. Cevabı 10 ming so'm. 12'sini verdiler. 12'sini Verin hatta 10 diye. Bana verdiler yalan geplemek ne gerek? 12'si. Bu ne bu sene? 12'si 10 ming so'm. Yana çıkavar işte yerden. Kelaversin. Ismalak qancha olding ya? Che? 10 ming so'm. Kelasi. Ha. Ya, qant olmamak. Olmalanchi oldi. Yangi olmalanchi oldi. O, qant olma. Qarshildama. Ha, sodangiz bersin. Sulanlar keling temli. Chasam. Chasam. 8 ming so'm. 100 ming. 8 ming so'm. 8 ming so'm. Bananchi oldi? Ya, uni berulman. Keling. Banalanchi oldi? Banar 23 dan. 23 dan. Qizil olmading? 18. Belgisini? 4. Pomidor 15. Ismalak ne? 10 bin somluk. 10 ming so'm oldi. Assalomu alaykum. Bayramlamini? Yaxshi, rahmat. Kiraverish bu. Bor. Bor, kiraverish. Bolchi oldi? 70. 7 kilo 5 litlik toza kelishtirib qolaman. 65 dan urib berasan. Telefon nomerlar 91 dan 20 dan 91 dan ya, her xil masallar var yana. Telefon nomerlar alalım. 91 dan 429 0986. Kaça varasılar? Haladiz. Hasp 55 dan, xaladeslar 40 dan. Taklaman berasizmi? Tamam. O'zingiz. Saç telefon nomerlariga aloqachi varasizlar. Bol hammasi shu nomerga aloqachi. Assalomu alaykum. Ismalak qancha oldi? Assalomu alaykum. 10 ming so'mdan. Bag'at bozor sizlar. Assalomu alaykum usta. Kadalanchi oldi? Kentiler bir işte. 5 dan kilog'ang. Yaxshi, sodangiz bersin. Karamchi oldi yenga? 5 ming. Qizil karam? 7 ming. 7 ming. Yaxshi, sodangiz bersin. Assalomu alaykum. Xurmanchi oldi? 9 bin som. Yaşka 8. Yoshga 8. Ajoyib, qattig'ina. Qadring? 22. 9 bin 9 bin. Pomidor ne? 15. 15 ne ajoyib. Tushibdi bakalım. Assalomu alaykum. Pomidorchi oldi usta? 15. 15. Maydasi ne? 10. 10. Qadring? 23. Limon? 35. 20. Mandarin? 25. Banan? 20. 20. Yaxshi, sodangiz bersin. Cesurbek numara 1. Assalomu alaykum menga. Necha oldi bu? Leblebi. 4 dan. Ajoyib. Salatlardagi. Yashillar? 1800. Xaltaga? 1000 1000. Turp? 3 ming so'm. 3 ming so'm. Xaltaga? 2,5. 2,5. Shalham? 3 kilosi 10 ming. 3 kilosi 10 ming. Xalta qancha bo'ladi bu? Shunda 3 beradi. 3 berasizmi? Yaxshi. Sodangiz bersin. Kerishga nima bo'ldi? Kerishga. Assalomu alaykum. 7 dan yirisi, 6 dan maydasi. Piyoz neng, ot piyoz? 4 dan. 4 dan. Blogermi siz ya? Qizili neng? Bas qo'yaman, nodda yemang. Cesurbek numara 1. Tamam. Necha dedingiz? 2,5. Arzonchilik. To'kin soching.
Ha. Shahadat güzelim. Necha dedingiz buni? 5000 so'm. 5000 so'm ajoyib. Qip-qizil. Mana piyozni xaltaga necha so'm, oq piyoz necha so'm bilib turamiz. Assalomu alaykum yenga. Oq piyozni xaltanchi oldi. 3,5. Qizil piyoz ne? 1,5 setga. 10 kilodan solingan. Piyoz, qizil piyoz 1,5 so'm, 20 kilo, 30 kilo atrofida. Oq piyoz 10 kilodan 3,5 so'm. Kershga. Kershga kilo qancha oldi? 7000 halta 6000. Yeşiller. Yashil 2000 so'm halta 1800 so'm xolodilnik yashil. Ajoyib. Sodangiz bersin. Assalomu alaykum usta. Qizil piyoz necha oldi kiloga? Nau? Kiloga qizil piyoz. Bu internetda chiqarib, odamlar kelib so'kishishdi. Hiç içmiz. Qizil piyoz xalta necha oldi? Necha oldi oq piyoz kiloga? Assalomu alaykum yenga. Kershga necha oldi xaltaga? Necha oldi? 5800 xaltaga. Tuxumli qo'shing. Ajoyib. Tuxumli. Rossiyskiy. 5800. Bundan gelish bo'ladimi? 5800 so'm tuxumli. Tuxumli kershgalar her zaman yani kershi egatan vaqt kerak keldi. Her zaman. Assalomu alaykum menga. Xalta necha oldi kershgalar? 5,5. 5,5, irisi 6. Tuxumli. Arvada fer. Kiloga ne oldu kershga? 6000 so'm. 6000. La 6, xaltaga 5,5. Sen neden bildin bunu? Assalomu alaykum usta. Tarozan necha oldi? Tarozan ne oldu? Tarvuz mu? Kiloga ne oldu bu? Danaga necha berasiz? Necha kilo chiqadi biri? 60 ming kilo danaga deydilar. Qovun ne? Qovuncha-da. Qovunning kilosi necha oldi? 6000 6000 kiloga bu, ha? Tarvuz kilo gelish qo'yma uni. Kiloga 4 tag'imdan tarvuz. 4 Ha. Ben sana satmagan sanda bu qo'rib ketib Ha. Kediler mazalımı. Bu yoqqa kelaversan yana shu yanına. Hamisha sotadi bu usta. Assalomu alaykum ustalar. Bayramlar mana nechadan bo'ldi qovun? 7000 so'm. Tanasi? Kilosi. Tarvuz ne? Tarvuz 4000 so'm. 4000 so'm kilosi. Yana optum. Pomidorlar? Optum 14 mi? Ha, optum 14 degan yana. Ajoyib, ajoyib. Assalomu alaykum. Ananas qancha oldi? Ananasda 10.000 so'm, 15.000 so'm. Limon ne? Limon 30 beriladi. Qarang. Episi 15. Apelsin. Mandalin? Mandalina 26.000 so'm. 26. Ha. Jasurbek Numuradin. Jasurbek Numuradin. Sizlar amali bering. Xurma ne? Xurma. Xurmalar Ha. 13.000 so'm, 12.000 so'm. Optim. Telefon nomerlarini ayting qani? Ayting. 99. 99 380 380 59. Ha, buniki. Menikidan nazing endi. ayting. 99 075 44 84. Ana, aloqa chiqarasizlar. Ay. To'ychalar bo'lsa, telefonlashaverasizlar. Badring necha oldi? 28. Pomidor 15 17. maydasi 15, yerisi 17. Olma, qizil olma 17. To'y xizmati bo'lsa, esa shu nomerga aloqa chiqarasizlar, yana shu ustaga. Necha oldi bola? Assalomu alaykum. Ana, ikkisini berishini.
Acayip iri deyin. İkisi yine 5. Limonlar ne? Limon 30 bin so'm. 30 bin son. Buncha oldu? 25. Aşbada ne? 16. 16. Kiviler 21 bin so'm. Telefon numarayı aytib yuboring qani? 77'lik 215 99 95. To'ychalar bo'lsa, To'ychalar olsa hamma narsa o'qdim, geliştirib paylari bilan beraveramiz. Hamma narsa bo'yinang. Bag'atda emas tashveringiz. Qazarista emas bormi? Qazariston bor. Bo'ldi. Dastlab ketib beramiz. Bo'ldi. Shuni milliy aloqa chiqarasizlar. Assalomu alaykum ustalar. Bayramlar bilan xormanglar. Tarvuzning kilosi nedan bo'ldi? Karpuz 5 so'm kilo. 5 so'm. Qovundiki ne? 17 so'm. 7 so'm. Telefon nomerlar. Telefon nomer Ha, 93'lik ha. 758 1063. Ha, aloqa chiqarasizlar. Pasta. Alaykum ustalar. Molgachilar necha oldi? Xalta. Necha xalta olsa kelishib qoladimi? 100 tonnadan xaltadan 1100 oldu. 1100 oldimi? Dastlabki bormi ya? Assalomu alaykum usta. Yashillar ne oldu xalta? 1000 so'm. 1000 so'm. Niyetin geçer bu? Ha. Direkt yok. Dastlabki nomerni aytasizmi? Hava Ha? 95'lik 235 74 09. Ha. Aloqa chiqarasizlar. Aşman alırsan Divanın. Divanın geçirleri. Ha. Fakat pazarı. Sizlarki nereden buldu? kulağa 1000 yarım oldu. 1000 yarım yitiran var. Yaxshi. Yaxshi yashil. Qaltancha berasiz mana to'ychalar. Halta 1400 var. 1400. Ajoyib. So'dan bersangiz. İnşallah. Yashillar ne oldu? Qalta. 1000 yarım so'm. Ajoyib. Molgachilik yo'qmi? Sizlar bakışa necha so'm? 10 ming so'm bir metrliga. Hem bir xo'roz bir kishilar. Yaxshi. Sog'-salomat bo'linglar. Assalomu alaykum usta. Yashillar ne oldu? 1200 dan xalta. Adam yitirana qang. Molgachilar necha? Ha, moldiki necha xalta? Bormi moldiki? Şunun malı gitse buna ver. Ha, molam yuboradi, odamam yuboradi. Kelishib qolaman buni? Kelishib? Telefon nomerlar? Dastlabki bormi? Yok. Ha, shudan olib ketadi. Yaxshi, sodamiz bersin. Ha. Şu an zamanımızda yedi. Ha. Ben Optim dalanına göreceğiz. Assalomu alaykum usta. Molgachilar ne oldu? 1100. Nereden geçiri bu? Divanın geçiri. Dastlabki var. Dastlabki bor. Telefon nomerlar? 95 434 0810. Ana, arka chiqarasizlar. Ha. İzi ko'p buni. İzi bor. Shu nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Soruyu götürsek alalım. Assalomu alaykum. Yashillar ne oldu? 1100. 1100. Molgachilar? Nerdiki? Ne? Furuza. Ha. Dastlabki bormi? Baba. Telefon nomerlar? 77'lik 77'lik 027 027 84 34. 84 34. Aloqa chiqarasizlar. Kelish. Aş balanı kan yaş balanı. Aş yese aş. Yaxshi, sodamiz bersin. Sen qavlan bahasan bildik. Hurmalar yaş genç oldu. Assalomu alaykum. 7'den. Yaş 7'den. Anar ne? Anar usta. Ana 12'den. 12'den yaş ekan. 12. Sütçü. Assalomu alaykum usta. Qavlanchi oldu. 4'ten 5'ten. 4'ten 5'ten kilo. Tarvuz ne? Sağ ol, bir yakın olsun. 2000 so'm kilosi. Ha.